أطواق الذهب. بسم الله الرحمن الرحيم. المقالة 91 91 مقالة. لا تبكي على مصائبك. مصيبتlaringga yig'lama. يا دنيا كم لك من أكباد جرحى ومن أجفان قرحى. قرحى yamishi jarohatlangan deganda. Ey dunyo, seni o'sha jigarlari pora bo'lib ketganlaring qancha. Endi jigar pora ham deb qo'yadi. Jigar pora endi inson nima? Farzand edi, shu jigarini bir porasi degan. Lekin o'sha jigarlari pora bo'lib titilib ketgan odamlar qancha seni deb. Va ko'z yoshlari to'kilib, qovoqlari o'sha jarohatlanib, yaralanib ketganlar qancha, yig'lab hamma yo'q qon bo'lib ketganlar qancha. Ey dunyo, bunchalar berasan ozor, jigar tilka pora, yoshlar shashqator. Ey dunyo, bunchalar ozor berasan. Seni deb jigar dilka pora bo'lib ketdi, yoshlar shoshqator oqib ketdi. تفجعا للمصبوب من فراقك فوق رؤوس عشاقك. Buni nimasi javobi endi kelyapti ekanda, bu jigarda tilka pora bo'lishi, yoshlarda shashqator bo'lib oqishi nimaga desa, o'sha oshiqlarini boshlarini ustida seni firoqingdan quyilgan o'sha g'amlar fojiasi tufayli deyapti-da endi. Ya'ni fojia qilib qo'yilgan narsaga seni firoqingdan qo'yilgan oshiqlaringning boshini ustiga qo'yilgan g'amlar, sochilgan g'amlarga fojia qilib shunaqa bo'lyapti-da. Firoqing o'tida o'rtanib chunon, oshiqlaring holi zabun bag'ri qon. Dunyo, seni shunaqa, seni deb nimalar bo'ldi, nimalar bu million odamlar o'ldirib tashlashayapti. Shu hammasi nimadan bo'lyapti? Shu dunyo deb bo'lyapti, shu dunyoning orqasidan, quvishni orqasidan bo'lyapti. على أن نكاياتك لا تحصى وشكاياتهم عدد الحصى. Nakodibki, u hali jarohat qo'zg'ab turib tuzalmaydigan qilib aytar ekanda. Holbuki seni bu jarohatni battar qo'zg'ab, battar tuzalmaydigan qilib yana qancha. Dod to'xtay, adadi yo'q, son sadog'i yo'q. Ularning shikoyatlari ham shu toshlar miqdoricha, mayda toshlar miqdoricha, ya'ni rosa ko'p deganda. Ular shikoyat qilaveradi, sen battar ularni ezorasan. Dunyo shunaqa. Sen jafo qilasan, ular shikoyat, ahvol shu bo'lmasa haqdan inoyat shu. Allohdan inoyat bo'lmasa ahvol shu. Sen jafo qilasan, ular shikoyat qilaveradi. Ey bevafo dunyo, senga kelib kimni ko'ngli shod bo'ldi deydi. Shunaqa. O'shaning uchun dunyoda tark qilish kerak bo'ladi endi. Dunyo yasanib jilva qilib oldima keldi, borg'ilnari deb ketig'a bir shattalab o'tdim deydi. Shunaqa dunyoda tark qilmasa odam, dunyodan yuz o'gira olmasa qiylanaveradi. U dunyo ham shu bevafoligini qo'ymaydi. U ham uni orqasidan chopishni qo'ymaydi. Shunaqa qiylanib yuraveradi. Dunyo shunaqa. Hay Alloh tavfiq bersin. Shu bilan endi 91-maqola ham nihoyasiga yetdi. Salomat bo'linglar azizlar.